Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining bugungi xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Tuvandagi tanlov xabarlarimizdan tafsilotida bo'lsin. Xitoy xabar to'rining 7-oyning 12-kungi kundagi xabarda bildirilishicha, atalmish Abnum rayonlik xalq hukumati bilan Xitoy davlatlik neft shirkati strategik hamkorlik kelishimi imzolagan. Bu imzolangan to'xtamda Sharq Turkistonning shimolida jami pech turini yo'l qo'ygan bo'lib, 4 milliard 660 million yuan mablag' selib 2863 kilometr tabiiy gaz turbi yo'lini kengaytirganligini. Sharq Turkistonning janubida jami 9 tur yo'l qo'ygan bo'lib, 7 milliard 990 million yuan mablag' selib 2133 kilometr tabiiy gaz turbi yo'lini kengaytirganligini bildirgan. Shuning bilan birga Xitoyning Petro-China shirkati Sharq Turkistonning shimolidagi Jo'ng'ar o'ymonligiga 2067 kilometrlik tabiiy gaz turbi yo'l o'rnatgan bo'lib, Urumchi va Qaramay qatorliq 9 viloyat va shaharda 7 million nüfusni tabiiy gaz bilan ta'minlagandan boshqa tabiiy gaz turbi yo'lini texnik kengaytirib, ichki o'lkalarga to'sh qadamini tizlatgan. Hamda jug'lanma gaz yetkazish miqdorini 65 milliard kub metrga yetkazgan. Sharq Turkistonning janubida 3037 kilometrlik tabiiy gaz turbasi o'rnatib, Sharqiy Turkistonning janubidagi 5 viloyatida 4 million 300 ming nüfusga tabiiy gaz yetkazib, umumiy gaz yetkazish miqdori 50 milliard kub metrga ulashgan. Xitoyga bevosita tutashgan tabiiy gaz turbi yo'lining umumiy masofasi 5000 kilometrdan oshirganligini bildirgan. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqi ustidan berayotgan milliy va madaniyat qarg'anchiligi bilan birga Uyg'urlarning diniy e'tiqodini misli ko'rilmagan darajada yo'qotishga urinmoqda. Sharq Turkistonning har qaysi joylarida son-sanoqsiz masjidlar chiqilib, Qur'onlar va diniy kitoblar kuydirilib, Uyg'ur xalqi diniy erkinligidan butunlay mahrum qilinayotgan bugungi kunda chiqilishdan omon qolgan ba'zi masjidlar Xitoyning sayohat rayoni, qavoqxona va mahalla madaniyat faoliyat so'rinlariga, shundaqla Xitoyning qizil tashviqot markazlariga aylantirilmoqda. 12-yil Xitoydan kelgan bu silliq ko'rinish ularning tipik isboti sifatida o'tirg'a chiqmoqda. 7-oyning 12-kuni Xitoy hukumatı tarafidan yo'llangan bu silliq ko'rinishda ko'rsatilishicha, Atush shahri Bag'ri yezisi Suntaq kentidagi bir masjidda o'qishdan qaytib kelgan 40 nafar oliy maktab o'quvchisi Xitoy tarafidan tashkillanib, qonun tarbiyasi va qizil tashviqot faoliyati yapgan bo'lib, oliy maktab o'quvchilarining atalmish Xitoy qonuniga hurmat qilish, qonunni o'rganish, qonunga rioya qilish va uni ishiltish engini texmi yuqori ko'tarib, o'qishdan qaytgan bu oliy maktab o'quvchilariga Kanit komitetining har xil ixtiyoriy mulozimat faoliyatlariga aktiv qatnashishga yetaklash tarbiyasi berilgan.